Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida aholi bandligini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shu islohotlarning amaldagi natijasi sifatida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati ham Namangan viloyatida izchil ishlar olib bormoqda. Joriy yilning yanvar-avgust oylari davomida bank ko'magida 17.572 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Bu ko'rsatkich belgilangan rejaga nisbatan 137% ga bajarildi. Bular orasida qariyb 5000 kishi doimiy ish o'rniga ega bo'ldi. 12600 nafardan ziyod fuqaro esa tadbirkorlik faoliyatiga jalb etildi. Kadrlarda ko'rilayotganidek, uychi tajribasi asosida o'tkazilgan uchrashuvlarda 100 dan ortiq murojaat hal etildi. Natijada yana 125 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Men Jo'rayev Zohidjon. Bu issiqxona bilan 2020-yildan beri shug'ullanib kelyapman. Issiqxonada mana shu bulg'or qalampiri, pomidor yetishtiraman. Issiqxona faoliyatimni kengaytirish uchun Asaka Bankdan kredit oldim. Bu natijasida 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minladim. Asaka Bankdan kredit olib, mana ko'chat oldim, mineral o'g'itlar oldim. Parniklarda qaytadan remont qilib, salafanlarni tortib, o'shalarga ishlatdim. Issiqxonamizdagi ko'chatlarni tomchilab sug'orish ishlarini yo'lga qo'ydik. Bu yaxshi natija bermoqda. Kelajakda faoliyatimizni kengaytirib, bundan ham yaxshi daromadlar qilish rejalari bor. Asaka Bank bilan bundan-da kattaroq ish faoliyatini davom ettirish uchun yana hamkorlik qilmoqchiman. Men Abdurahmonova Gulnora 4 yildan beri chevarchilik faoliyati bilan shug'ullanaman. Chevarchilik faoliyati bilan cheklanib qolmasdan, men o'zimda yangi tadbirkorlik faoliyatini sinab ko'rishni o'zimga maqsad qildim. Bunda Asaka Bank mahalla bankiri Abdurahmonning yordamlari katta bo'ldi. Kredit olishimda, faoliyatimni boshlashimda ukamiz hamma tavsiyalarini, yordamlarini berdilar. Ushbu tadbirkorlik faoliyatim asosan ayol